Avvalambor assalomu alaykum qadrli Samarqand China Motors YouTube kanali kuzatuvchilari. Barchangizga hozir biz ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan mashinamiz Jack X200, ya'ni furgonli modeli bo'ladi. Bu furgonli modelimizga ancha yangiliklar bo'lgan, balki bu yangiliklarni sizlar eshitgandirsizlar. Xullas, shu yangiliklar haqida gaplashamiz. Yangiliklar deganda mashinamizga birdan aytib o'taman. Gapni cho'zib o'tirmayman, chunki bu mashinamizga rassrochka ochildi. 50% ni to'laysiz va qolgan summasi 13 oyga, ya'ni 1 yil u 1 oyga rassrochka holatida bo'ladi. Ya'ni hech qanaqa foizlarsiz, hech qanaqa peniyalarsiz mashinani o'zingizning nomingizga o'tgan holatda bizdan xarid qilib olsangiz bo'ladi. Mashinamiz Samarqandda Jonboydan UzAvto Trailerdan chiqadi. Endi bu mashinamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu mashinamizning bortining uzunligi 310 sm ga, ya'ni eniga uzunligi 310, eniga bo'ladigan bo'lsa 175, balandligi ham 175. Kubga hisoblanadigan bo'lsa 908 kuba yuk ketadi. Mashinamizni balon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Orqa balonimiz qo'sh balon hisoblanadi, ya'ni qalin balonlardan qo'yilgan qo'sh balon hisoblanadi. Resorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bir tarafda 6 dona, ikkinchi tomonda 6 dona. Ya'ni общий 12 dona resor qo'yilgan. Endi balonga to'xtalgan ekanmiz, mashinamizni oldi baloni haqida ham sizlarga ozgincha qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Mashinamizni oldi baloni 15-razmerda hisoblanadi. Mashinamizni oldida resor yo'q. Ya'ni amortizator bo'ladi. Shuni hisobiga mashinamiz ancha yumshoq va yengil yuradi. Mashinamizni motor qismini ham sizlarga aytib o'taman. Mashinamizni motor qismi 2lik atmosferniy bo'lib, 147 ta ot kuchi bor. Mashinamizning motori sammesniy Xitoyning motori emas, ya'ni yaponskiy Greenjet degan kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan, yaponskiy texnologiya asosida qurilgan motor hisoblanadi. Shuni hisobiga mashinamizning motori juda ham kuchli hisoblanadi. 147 ta ot kuchi bor. Endi mashinamizning ichki saloni haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Mashinamizni ichki salonida bizni nimalar kutib oladi? Har doimgidek gidravlika rul, juda ham yumshoqqina, ashki soladigan joy. Eng mayda detallarga ham e'tibor qilingan, chunki haydovchilar uchun juda ham qulay bo'lishi kerak bu mashina, shuni hisobiga. Keyin yana bitta ma'lumot, bu ham sizlarga kerak bo'ladi degan umiddaman. Texpasportda 3 kishi deb urilgan bo'ladi. Bu mashinada bemalol 3 ta odam ketsa bo'ladi, ya'ni haydovchi bilan birga. Bu haydovchi, yo'lovchi yoningizda sherigingiz bor payti buni ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. Agar 3-odam bo'lmagan payti buni yana tushirib qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol bar qilib dokument solinadigan joy qilib ham ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yerlarda ham barlar katta. Bemalol o'zingizning suvlaringizni, energetiklaringizni hammasini qo'yib mazza qilib ketsangiz bo'ladi. Mashinamizda juda ham zo'r ishlaydigan konditsioner bor, ya'ni masalan mana ovozini eshitishingiz mumkin. Sразу mana hammasi konditsioner, moshniy, voxtiy, Arktikani sovuqligi mana shu mashinaning ichida namoyon bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi azizlar. Mashinamizda juda ham qulayliklar ko'p. Korobkalariga keladigan bo'lsak, korobkalari 5 talik обычный korobka hisoblanadi. Xuddi bu mashinamiz, yana bitta aytib o'taman, xuddi shunaqa 2 dona kalt bo'ladi. Hech kim kaltini ko'rsatmagan bo'lsa kerak menimcha. Xuddi shunaqa ochilib yopiladigan, masofadan qulflanib va qulfi ochiladigan kaltlari tayyor o'zida bo'ladi. Materiallarini ko'rishingiz mumkin, juda ham sifatli, baquvvat va mustahkam qilib ishlangan. O'zini narxiga albatta yarasha mashina Jack X200. Xullas, bu mashinani xarid qilib olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi raqamlar har doim chiqib turadi. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol o'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javob olsanglar bo'ladi. Endi mashinamizni furgon qismi, ya'ni orqa qismiga o'tib, mashinamizning ichki tomonini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mashinamizni bort qismida bizda qanday kenglik bor va qanaqa xususiyatlari bor degan savollar albatta sizlarda bo'ladi degan umiddaman. Mashinamizni masalan balandligi 175 dedim. Meni bo'yim 172, menimcha shunaqa nari beri chiqsa kerak. Yana tepada 3 sm nari beri balandlik qolyapti, xudo xohlasa. Mashinamizga 908 kuba yuk ketadi. Yana bitta, masalan, yukingiz bu tomonda olinadigan yukingiz bo'lmasa, bu tomonda qolib ketgan bo'lsa, ikkinchi zapaska eshigimiz ham sizlar uchun tayyor. Bu mashinamizning yuk ko'tarish qobiliyati 2 tonna hisoblanadi. Bemalol o'zbekchilik 2,5 tonnadan 3 tonnagacha bo'lgan yukingizni ortib
mazza qilib foydalansangiz bo'ladi. Mashinamizga bemalol avtokredit ham qilsangiz bo'ladi, halol nasiya ham qilsangiz bo'ladi, rassrochka qilsangiz ham bo'ladi bemalol. Rassrochkaning shartlarini boshida aytib o'tdim. Bu mashinamizni to'liq tannarxini ham aytib o'tib ketaman. Shu video davomida mashinamizni to'liq tannarxi 275 million 520 ming. Agar boshqa joyda qimmatroq eshitgan bo'lsangiz, biling, u yolg'on, u mashinik sizda aldayapti. Sababiki zavodning o'zida bizga shunaqa narxda chiqadi. Xudo xolasa, mashinani Samarqand China Motorsga kelib xarid qilib olsanglar bo'ladi. Bonuslarini ham juda ham chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa kelsanglar, umuman norozi bo'lmaydigan darajada sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bemalol o'zingizning mashinangizga navbat yozdirib qo'ysangiz bo'ladi yoki test drive'ga keladigan bo'lsangiz bo'ladi. Bemalol Samarqand o'zimiz China Motorsga kelib, nafaqat Samarqand, balki butun China Motors filiallariga borib, 8 ta filiallarimiz bor viloyatda. O'sha filiallarga borib, bemalol mashinalar test drive haydab ko'rsangiz bo'ladi. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, lokatsiyasini so'rashingiz mumkin. Mabodo siz bizni boshqa viloyatdan kuzatayotgan bo'lsangiz, bemalol sizga o'sha filiallarimizning lokatsiyalarini tashab beramiz. Mashinamizni xarakteristikasini aytib o'tdim, motorini aytib o'tdim, yuk ko'tarishini aytib o'tdim. Endi faqat sizlarga qilinadigan iltimos, raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar agar mabodo shu mashina sizlarni qiziqtirayotgan bo'lsa. O'zini narxiga yarasha, xudo xohlasa mashina umuman uyaltirmaydi. 2 tonna yuk ko'taradi. Kitobida bemalol 2,5-3 tonna ko'tarsangiz bo'ladi. Oldi balon 15, orqa 13-razmer qo'sh balon. Hattoki bitta narsani aytib o'tmadik, zapaskani ko'rsatib o'ting. Zapaskasi ham dakatka emas, ya'ni qalin balonlardan qo'yilgan. Bemalol o'zini balonidan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bemalol oldiga ketib qolgan payti oldiga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi, yo orqadan bironta baloningiz ketgan payti qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Xullas, bu mashinani siz xarid qilib olmoqchi bo'lsangiz yokida men bergan ma'lumotlardan ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, yokida sizga qanaqadir bank grafiki yoki halol nasiya grafiki yoki rassrochka grafiki kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Sizlar bilan Isomiddin bo'ldi. Hammaga rahmat.